Motivation mavzusi TKT Model 1 mavzusida ko'pchilik ochganda, varolaganda deyarli ichida hech narsasi yo'qday tuyuladi. Lekin asli testning yoki mavzuning to'liq mohiyatiga yetib borsangiz juda ham qiziq va albatta bu yerda yuzlab testlar tuzilishi mumkin. Mana shu testlarni o'tkazib yubormasligingiz uchun sodda, aniq va tahlilga tayyormisiz? Shunday bo'lsa ketdik. Motivation so'ziga ta'rif berishdan boshlaymiz. Demak, birinchilardan biri sizni ta'rifingizni ham izohlarda ko'rish xohlardim. Motivation o'zi nima? Men uchun motivation bu ichki hissiyot, turtki va albatta maqsadga erishish uchun qo'yilayotgan qadamlar. Mana shu joyda meni ayni damda siz tasavvur qiling, sabr bilan mana shu videolarni ko'rib turgan bo'lsangiz, izohlarga, kommentlarga yozayotgan bo'lsangiz, o'zingizga alohida daftar ochib, mana shu ustozni darsidan men inshaalloh C1 egasi bo'laman deyotgan bo'lsangiz, albatta mana shu joyda sizni demak harakatlantirayotgan kuch nima? Motivation. Bu motivation ortida nima bor desa, siz uchun demak 50% ustama bor. Hamkasblaringiz oldida bir qadam oldinda yurish bor, moliyaviy erkinlik bor. Ana shu O'zbekiston Respublikasi mana shu ustozlarga yaratayotgan ustamalarni men ham birinchilardan bo'lib olay degan hissiyotga erishish hissi siz bilan bizni ekran qarshisida ro'paro qilib turibdi. Demak, uni tarkibiy qismini tushunishga tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Birinchilardan bo'lib doimo ingliz tili ustoz sifatida biling. Ustozni o'zi motivation beruvchi. Ya'ni ustozni darsini sevib o'tishi, o'tgan darsini sidqidildan o'tishi, o'quvchilarni va albatta mana shu dars jarayonini sevishini o'zi motivationni asosi hisoblanadi. Endi navbat o'zaro ketma-ketligini esingizdan chiqarib qo'ymaslik uchun mnemonik usulda bog'lab boraman. O'zi ustoz qayerda ishlaydi degan savol bilan murojaat qilyapman. Albatta classroomda. Demak, o'quvchini motivationga ta'sir qiluvchi omil bu classroom. Demak, sinfning yorug' bo'lishligi, keng bo'lishligi, o'tilayotgan mavzuni dars jarayoniga bog'liqligi va albatta o'zi bilasiz, sinfdagi, maktabdagi o'zi eng chiroyli, eng ko'rkam, eng dekorativ xona kimniki? Albatta, o'zingiz ham bilib turibsiz, mana shu ingliz tili ustozniki. Masalan, men bilaman, o'zim shaxsiy tajribamdan kuzatganman. Boshqa fanlarni darsiga kirayotganda hamma o'quvchilar bittadan kirsa, shu ingliz tili darslariga sinfxonaga kirayotganda 3 tadan kiradi talabalar. Nimaga desa, shu ingliz tili xonasi eng demak zamonaviy qurollar bilan bezatilgan, ya'ni qurollar deganda noto'g'ri tushunmang, o'quv qurollari nazarda tutyapman. Demak, o'quv qurollari bilan bezatilgan, demak u yerda yorug'lik bor, o'yinchoqlar bor, gaming bor. Hech qayerda yo'q, demak nima bor? Televideniya bor, eng so'nggi texnologiya bor. Mana shuni o'zi o'quvchilarga qiziq va til o'rganishga asos bo'ladi. Navbatdagi qism nima desa, endi o'quvchi, o'qituvchi ikkalasi birlashib nima qilardi? Albatta task bajaradi. Mana shu taskni tushunarli bo'lishligi, sodda bo'lishligi, o'quvchiga motivation bera olishligi, demak, ana shu motivationga ta'sir qiluvchi omillarning 3-inchisi hisoblanadi. Va navbatda, demak, qachonki ustoz o'quvchini sinfda o'quvchiga mashq bajartira olish uchun ular bilan nima qilish kerak? Yaxshi munosabat hosil qilish kerak. Mana shu yaxshi munosabatni o'zi build-up rapport deyiladi. Build-up rapport nima desa, dars jarayonini boshlashdan avval bugungi hayotimizda bo'layotgan voqeliklar bilan suhbat qilish, jahon chempionati, Real Barsa o'yinlari, balki ba'zi seriallar haqida dars jarayonini boshlashdan avval o'quvchilarning qiziqishini hisobga olib ozgina chatty conversation qilishimiz, ularni ismi bilan chaqirishimiz yoki kechagi maktabda o'tkazilgan musobaqada ular ana shu siz kirgan o'quvchilaringiz jamoasining yutug'ini yana bir bor eslatib nishonlab qo'yishingizni o'zi demak build rapport deyiladi. Umuman olganda build rapportni straight отношения, ya'ni o'quvchilar bilan yaqin munosabat hosil qilar ekansiz. Ana shunda ularni til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini nima qilasiz? Oshira olasiz. Navbatdagi qism, demak, yana bir marta qaytarib olyapmiz. O'qituvchidan motivation olyapti, classroomdan olyapti, taskdan olyapti. Endi tasavvur qiling, 7-8-sinf yoki 9-sinf allaqachon hayotni ko'p qismini ko'rib o'rganib qolgan bolaga task bajartirishi yaxshi yo'l nima desa, u bilan yaxshi munosabat hosil qilish ekan. Demak, 4tasini sanab bo'ldim, eslab qoling. Navbatdagisi qaysi desa, self confidence deymiz. Self confidence'ni qanday oshiraman men ustoz sifatida desangiz, o'quvchilaringizni bilimi, ko'nikmas, tajribasidan kelib chiqib, ularga sal bo'lsa-da osonroq mashq berasiz. Va albatta, o'rgatilgan mavzuni amaliyotga qo'yishga yordam berasiz. Va nutqingizda barakalla, good job, excellent, I like it degan sehrli so'zlardan unumli foydalaningizki, ana shu joyda o'quvchilarni nima qilasiz? Yurak qalbidan javob olasiz, tilni o'rganishga ulardan mehr muhabbat hosil qilasiz. Mana shu narsa demak self confidence ekan. 6-inchisi albatta bu interest bilan bog'liq. Interest nima edi desa, albatta 5-6 sinf o'quvchisiga qiziq bo'lgan mavzular.
sport, health, ba'zida elektronika, texnika, zamonaviy kasblar, kino olami, internet dunyosi haqidagi reading va listening materiallarni umuman darslikdan shunaqa mavzular o'z ichiga olgan matnlarni taqdim etasizki, ularni hayot bilan bevosita bog'laysiz. Ular uchun hech qachon kvant fizikasi, butun olam tortishish qonunlari kabi o'ta zerikarli, ya'ni faqatgina katta yoshdagi insonlar qabul qilib tushuna oladigan mavzulardan iloji boricha izohlashasiz. Garchi sizga bu mavzular yoqsa ham. Demak, 6-si nima ekan? Self interestga qaradik. 7-si autonomy. Albatta ko'pincha mendan ustozlar so'rashadi, TKT o'zi qanaqa darslik yoki umuman TKT qanaqa imtihon desa, butun boshli dars jarayonini o'quvchi munosabatlarida o'quvchini mustaqil ishlash ko'nikmasini shakllantiruvchi imtihon. Ya'ni ustozni eng katta vazifasi nima deb so'ralsa, o'quvchida ertaga u ustoz yo'q bo'lsa-da, u ana shu o'quvchida o'zi mustaqil o'rganish hissiyotni shakllantirish texnikasi deb ataladi va mana shu qismni rivojlantirish ustozga demak asosiy vazifa sanaladi. Qachonki talabalarda self learning, ya'ni autonomous learning jarayoni shakllansa, mana shu motivationga ta'sir qiluvchi omilni navbatdagi qismi sanaladi. Qanday qilib endi ustoz mustaqil o'qishga shakllantiradi desangiz, masalan, har bir yangi chiqqan so'zni ustozdan so'rayversa, ustoz ham "Hay, men jonli ingliz tili lug'atiman" deb turib suyunib aytib beravermasdan, "Qani shakarlarim, lug'at kitobimizni ochamiz, ana shu yerdan qarab olaylikchi o'zimiz. Demak, mana shu yerda skin so'zi ot ma'nosida kelyapti ekan. Ha, qani topamiz" deyishi, demak, qaysidir reference sourcelarga yo'naltirishi. Telefoningizni oldirayotganingizda eslayman, lug'at yodlayman deb oldirgandingiz otangizga, eslaysizmi? Qani ana shuni telefonning asl funksiyasini bajaramiz. Lug'atimizni ochamiz, ana shu yerdan o'zimizga kerakli so'zlarni qidiramiz deb, juftlikda ishlaymiz, individual ishlaymiz, gruppada ishlaymiz deb yo'naltirishimizni o'zida mustaqil o'qishga rag'bat bor. Mana shu joyda o'quvchi motivation oladi. Navbatdagi 8-qismida bo'lsa personal relevance deyiladi. Albatta ustoz sifatida darsimizda yumor bo'lishi, o'quvchilarimiz bilan yaxshi munosabat hosil qilishligimiz o'z o'rnida bo'lsa, o'tilayotgan mavzuni bolalarning hayotiga bog'lashimiz. Masalan, sport mavzusi boshlansa, seni yaxshi ko'rgan sporting qaysi? Senga qaysi sport turi yoqadi deb yoki tug'ilgan kun mavzusi bo'lsa, sen qachon tug'ilgansan, qanaqa sovg'a olishlarni xohlar eding deb turib bergan savollarimiz bevosita mavzuni o'quvchini hayoti bilan bog'layotganimizdan darak. Mana shu jarayonga nisbatan personal relevance yoki personalizing atamasini yuritamiz. Bu 8-omil sifatida qaraladi. 9-omil sifatida bu yerda goal target deymiz. Albatta ingliz tili ustozi faqatgina til birliklarini o'qitib qolmay, o'quvchiga maqsad qo'yishga ham o'rgatish kerak. Masalan, ingliz tilidan yuqori darajaga erishsa, u bolani kelajakda nima kutayotganligi, chet elda o'qish, masalan, ba'zida surish kerak deb qo'yamiz yoki O'zbekistonda grant ta'limda o'qish yoki til ko'nikmalarini rivojlantirib, chet ellik bilan muloqot qilish, sayohatga chiqqanda bir qarich tili bo'lib, ana shu yerda jangillab "I want to be, how are you" deb qo'yib, demak, muloqotga kirisha olishini o'zi, demak, o'quvchida mana shu maqsad sari intilishga, demak, yo'naltirish, jalb qilish, demak, nima ekan? Goal target qism hisoblanar ekan va oxirgi eng asosiy qismlardan yana biri motivationga ta'sir qiluvchi bo'limlarning 10-faktori sifatida culture sanaladi. Ba'zida ingliz tilida ko'radigan kino, musiqa yoki ba'zida eng qiziq multfilmlar ham mana shu motivationga ta'sir qiluvchi omil bo'ladi. Ba'zida Londonga borib tushgan rasmingizni qo'yib qo'yishingiz yoki ana shu ingliz do'stingiz Lucy bilan xat almashib yozishgan emallaringizdan parcha namunalar ham ana shu madaniyatni tanishtiruvchi omil sifatida qaraladi. Odatda darsliklarda madaniyat hamda san'atni O'zbekiston va Britaniya ko'rinishida taqqoslama mavzular berilgan. Mana shu mavzularni o'zi asosida o'quvchilarni tili o'rganilayotgan madaniyatga qiziqtirish, yo'naltirish asosiy masala hisoblanadi. Mana shuning bilan, demak, motivationga ta'sir qiluvchi 10 ta omilni sanab o'tdim. Albatta, mana shu mavzularimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, like bosishni, izohlarda yana qanaqa mavzular o'rganishni xohlayotganingizni yozib keting. Va albatta mana shu joyda soha vakillariga, ingliz tili ustozlariga, Ovsin, Qaynaka va barcha mana shu TKT o'qishni rejalashtirayotganlarga videomizni jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.